obunachilarimiz xudo xolasa mana ideal ko'rimlar bilan boqilayotib turgan yana bitta fermaga keldik. Obid akamiz bilan xudo xolasa. Aka, charchamayapsizmi? To'g'ri yaxshimi aka? Assalomu alaykum. Musohon o'z ukamizning hurmatli obunachilari va ideal agrar jamoasini obunachilari va ustozlar. Charchamaysiz aka? Xushkelsizlar. Charchamayapsizmi? Ikki tomonga salom beramizda endi. Ha, xolasa aka. Beramiz salom. Jamoaga ham beramiz. Aha. Xo'p, endi aka bu xonajillar ham pastda hammasi bir xildan eydimi aka? Mana shunaqangilar. Bu do'stimiz. Mhm. Bag'am o'zi asli, Musohon asli haligi negizdan olib kelgan bo'lsak, chorvachilikka qiziqish, izlanish, haligi kimgadirdan motivatsiya olib boshlaganmiz, shu do'stimizdan boshlaganmiz. Aha. Bu do'stimiz ham mahalladosh, Aha. ham sinfdosh. Hozirgacha oqibatlarimiz yaxshi, Xudo xolasa umrimiz oxirigacha oqibatimiz bardavom bo'lsin. Shu ham kasbdosh. Shu gap hozirlar qoldi. Majburlab oldim. Bunga. Oldim. Jon do'stim, o'ting dedim shunga. Men natija ko'rdim dedim. Ha. O'rta atalab bilan boqqanlar, barda bilan. Barda bilan. Ha, muchka bilan boqdilar, kunchara, chigit, hammasida boqdilar. Aha. Natija yomon emas, bo'ldi. Lekin do'st dedim, mana shu narsaga o'ting dedim, bitta ko'ring dedim. Kam aka. Bu 4-partiya bu. Yo'g'i. 4-partiya olishlar 20 talikdan. Damasga 20 ta saqatdi. Damaslari bor, 20 ta olib kelishadi. Sherxon ukalari. Shadiyan naqd zikr qilib qo'ydik ismlarini. Xizmatlarda faqat parda ortida deyiladi-ku, konsertlarda. Mana shu ideal korimizdan foydalanishyapti. Mana Musohon. Mana shu mollar ideal korim yeyishdan oldin videosi yo'q. Ha, videosi. O'zimiz real ko'z bilan ko'rganda juda arriq edi. Men do'stimga gapiring, do'stim xijolat bo'lyaptilar. Aha. Gapirgani, endi men bu yerda hamma qanday holat bo'lsa hammasidan xabardorman, chunki ikkingda bir shetdamiz. O'rtoq menga boradi, men o'rtoqlik kelaman, ikkingda bir shetdamiz. Ha. Xudo xolasa. Mana Musohon ideal ko'rimni hurmati. Mana biladi-da. Nimani tanlashi, nimani yeyishni biladi Musohon. Xo'p, mana shu mollarimiz juda holati arriqroq edi. Ha. Buni otasini ham bilamiz biz, onasini ham bilamiz. Hop, bunday baqa. Hamma moldan xabarimiz bor. Aha, o'taylik, aha. Ideal agrar deyimiz o'tdilar bizdan. Endi daha kelishimizdan maqsad Musohon. Ha. Xo'p, bizda misol uchun biz aralashtirib beryapmiz-ku yemni. Aha. Yemni aralashtirib beryapmiz. Aha. Meshalkalar bor, sidoslar bor. Endi biz shunga moslanib keldik-da boshidan. Ha. Ha, do'stim, hozir bardadan o'tyaptilar ideal korimga. Aha. Har bardaning nimasi bor. Mana bir effekti bormi? yo'q, boqish rejimi bor. Aha. Mishalga oldiramiz xudo xolasa. Mana misol uchun buni suv. Bu Suv aha. ichib beradi buni. Ha. Suv ichib bo'lgandan keyin hozir poxol. Hop. Somon yo'q, poxol bor. Mana shu poxolga sepib berishadi. Aha. Lekin teret holatda-yu ideal korim deyishadi. Aha. Poxol bo'laverami? Shunda ham endi olib yeyishganda, Ha, yegizish kerak. ha, somon oshib ketib qoldi-ku birdaniga. Somon hisobiga olib yeyish kerak. Ha, ha, ha. Olib yeganlar hisobiga yegizdirish kerak. Xudo xolasa bahordan 100% somonga o'tishga harakat. Aha. Poxoldan ko'rilyapti. Bu Anjusda aka qo'shib qo'yilganmi? Ha, bu bularga endi nimani angus qo'shib qo'yishgan. Nimada endi urug'da Anjus ham zo'r ekan aka. Hali sal bundayroq qilmadi, yaxshi ekan aka. Xudo xolasa. Meshalka yo'q, Hop. somon yo'q, silos yo'q, lekin ideal korim bor. Poxolga aralashtirib. Poxolga aralashdi. Lekin bularga mana odamlar qimmat deydi. Lekin ana shu mollar ertalab bir koshiga ichib, bir koshiga yeb, xolos. Bir kosadan deganda. Bir koshi, endi bizda koshi hisoblaymiz-da. Aha. Hali osonroq o'sha. Osonroq. Aha. Hayvon ko'pligini hisobiga endi nimada? Aha. Chimnida avvalo bo'lmaydi deyapmiz. Turishini qarang. Mollarning hammasidan xabarimiz bor. Bular qanaqa yegan, otasi qanaqa, onasi qanaqa. Musohon. Do'stimiz ham mana safimizga qo'shib oldik. Do'stimiz ham kelyaptilar. Enavalami, buni qo'shib qo'yilganmi aka? Bu bet tug'ilgan. Bu beta tug'ilgan. Bu mollardan. Hop, mana shu mollardan. Mana zotlardan ham xudo xolasa aka. Mana shu ham, mana shu mollar zotidan aka. Mana u ham. Ha, Mana ulardan, ha? xuddi shunaqa.
Bu juda chiroyli bo'lib Bu turibdi aka. rossiyskiy mollar. Aha. Mana shu qora. Aha. Bu olaniki boshqa, o'zi onasi olaydi. Aha. Buni cho'vi bitta qon. Bitta qon. Buni onasi qora sigir bo'lgan. Ha. Sutlarni ham ichganmiz, qaymoqlarni ham yeganmiz, eslaymiz. Bir 12 yilmi yashadi mana shu fermada. Yo'q. 12 yil yashadi. Aha. Rahmatli do'stimizni, rahmatli buvilari xola olishgan. Aha. Endi yoshdan chorvachida. Aha. Xonadon chorvachi. Bizda ham bo'lgan, lekin do'stimiz ko'proq bo'lgan. Hmm. Meni ham ishqibozchilik kuchli bo'lganda, bizda ikkita bo'lsa, do'stimda 5 ta 10 ta bo'lardi uylarda. Hmm. Shuni boqqan chiqardik. Qashida olgan. Bular qochib qolganmi aka xonajinlar? Bular qochgan. Taxminan qancha endi ko'p Bu yashadi? tug'adi buni. Bu o'zi yerim sotmoqchi, bu jahon. Ha, yo'q. Ha, o'zi yerim sotmoq. Mancha bir tug'adi. Ha, qonni kattaroq ekan demoqchiman aka. Yerim sotib qo'ygan. Tug'adi. Shu Angusdan ha dog'lasa. Angus qo'shilgan. Yo, Angus emas, boshqa mol qo'shilgan. Bu Angus keyin qo'shildi bu. Angus keyin qo'shilgan. Bunda boshqa mol yuradi, ha. Boshqa mol yurgan. Novoslardan ko'rsataylik aka. Gigant ikkita mol bor deb aytdi. Rasakotda. Rasmi ham bor. Shunchagida o'zim tushgan emas, spesialniy qiziqib qiziqlikka tushganman. Aha. Ana shuni ballar ekan. Aha. O'ni. Namangandan olib kelingan u mollar, amakim olib kelganlar. Aha. Tandirlar olib kelishgan. Mana qarang, baribir zotga qo'ysa zot beradi baribir. Ha? Endi bundan bala olib bo'lmasligi mumkin. Xo'p. Lekin mana shu novvosda agar xunajin bo'lsa, tag'in zot qo'ysangiz, zot qo'ysangiz. Keyin balasidan bala olsa bo'ladi. Ha. Bala beradi-da qoni. Hashakam berib olish mumkin-da, chunki bu 50 yillik yo 60 40 bo'lishi mumkin. Ha, shunaqangi aka. Menimcha, mana shu mol, mana shu olani balasi. Ha, o'nimi? Mana shu olani balasi, adashmasam. Bu necha oylik ekan aka? Ko'li bu. Ko'li bor a? Bir yarim ko'li bu. Ha. Sal oyoqqa turib qopti-da o'zi. Shunaqa. Tetilash. Doim emizayaptilar. Mana shu ham ideal ko'rimdi. Emas, natijasi. Natijasi. Maqsayapti demeylari. Aha. Har bitta xo'jaligi borilganda, Aha. hammasini syomkalari bor, har bitta shaharniki bor, akalar. Keyin yana bitta narsa videoda bo'lyapti deyapsizlar. Kerak bo'lsa o'sha biz olgan video yo bo'lmasam boshqa Namangandan Ulug'bek akamiz borlar, yaqinda bitta firmani chiqarishdi. Lokatsiyasini beramiz. Hop. Borib o'zi ham borib ko'rishi mumkin. Videoga ishonmasa-da, misol uchun gaplarga ishonmasa, Hop. fermer bilan gaplashmang ko'ramiz. Billa, burula. Men bir ikki videoda gapirdik-ku, kelinglar bizni xo'jalikka, rasmini olib kelinglar 15 kunda, har 15 kunda dedik-ku. Kerak bo'lsa o'sha fermalarga ham nimasini beramiz, misol. Aha. Mana shu holatda ham boshlansa bo'ladi. Misol, o'sha somonmi, silosmi bo'ladi. Mana shu holatda boshlasa ham bo'laveradi. Boshlab olguncha. Boshlab olguncha. Keyin to'g'lanadi. O'zi joyiga tushib ketadi. Ha, sekin-sekin hozir bundan foyda qilarlar. Motivatsiya bo'ladida, yana boshqa o'rta unaqa deb kelishib, ko'rib qilinaveradi. Lekin avvalo ana shu ideal formatsiyasini ko'ryaptilar, natijasini do'stim. Avvalo ko'rdilar. Mana shu novvoslarni ham zotlar, masalan. Zotlar. 10 ta kelganmi aka bular ham? Bular 10 ta kelgan. 9,5 milliondanmi 9 million 700 dan kelgan bular. Yo'q-a? Ha. Kichkina monchalarida. 2 yil bo'ldi deyapsiz. 1,5 million bo'lib qoldi. 1,5 million 2 yil o'rtasida. O'zi aka tayyormi bular hali bormi? Tayyor bor. Zichcha bor bular. 2 to'rt. Mana yana 3 oymi turib boqish kerak. mana unaqangilari ham bor akalar. Ha, oqboshigacha bor. Oqboshigacha mana. Hada shvedlar ham bor. Shvedlar ham bormi? Shvedlar ham. Mana ular chiroyli ekanda mana. Bular Kallalar. ha, semental deyishyapti. Qach. Ha. Mana shved. Mana shved bular. shved mana unaqangi bo'ladi. Mana semental keyin mana unaqangi bo'ladi. Buni sariq bo'lsa shved bo'lavermaydi. Na, bundan ham yengil bo'lib ketayotgan semental. Qarang, bundan shvedni tut yo'nalishdagi. Hop. Chunki oyoq uzun, ko'ryapsizmi? Ha, oyoq uzun. Tut yo'nalishdagi. Chunki zot tut yo'nalish yerim soladi-ku. Hop. Oyoq yerdan ancha uzilgani hisobi kattaroq yerim soladi. Aha. Parametri shunga tushadi. To'g'ri aka. Ha, akalar mana shu holatda ham boqsa bo'ladi. Bemalol. Qo'hol bilan. o'zini Yishini qaranglar akalar. O'zidan chiqarib, musohon, Hop. molda aylantirib, mana shunday holatda bo'lsa, mishalkasi bo'lmasa, yo bo'lmasam, yo silos bo'lmasa, somon bosib kelgan bo'lsa, somon tugatib olib, keyin o'taman deyish bahona o'tmaydi. Mana shu holatda ham boqsa bo'laveradi. Boqsa bo'laveradi. Ha, filet qilib bersa ham bo'laveradi. Vaqtinchaligiga, lekin doimiga emas. Vaqtinchalikka bo'ladi. Shunaqa do'stim barda bilan boqdilar, mana bug'doy pishirib berdilar. Vaqtida shunaqa bo'ldi-da.
Sechka, muchka. Juda kichkina kiygan ekanda bular, ha. O'ta kichik. Juda. kichkina. O'ni buzutchada qancha kiygan ekanda, undan kattaroq asal, ha. Kattaroq. Necha xayol kattaroq bo'lgan ekanda. Kattaroq, Aja qarang mana. 1,5 yil bo'ldi deyapsiz. Vaqtda yutqizib qo'yishmadimi? Yo'q, endi Musoxon 1,5 yilda siz? avvalo xudo. Aha. Endi nasib qilganda, Hop. nasib qilgan. Lekin bu mollar siz ko'ryapsiz, bu 250 kiloni ag'di mollar. Yo, shunaqangi. 250 yit, hali kemadi desa shunaqagilar aka. 270 kilo. Endi bu bitta bardani ham o'rni katta bo'ldi-da. Barda bir ishlanadi, bir ishlanadi. Ha. Atalar bilan boqaman deshganda. Atalar bilan boqilganda bular. Ha. Tepanki mana to'rtinchi xotga olishlarida. 20 ta olingan bo'lsa 20 kun. Qancha bo'lyapti? 2 oy 1,5 oy bo'lyapti-da. 2 oy 1,5 oy bo'lyapti. Lekin boqalar zo'r aka. Mana bitta. Bular ancha mani mollarim, mollarida ancha pakana. Na. Bu mollar ana aka bu odamni belidan yo'g'on, aka bu odamdan yo'g'on. Bu mollar. Bo'lsa ham bo'laveradi, lekin endi ichi boqaylik deyishyapti. Yo aka bor, havo isib ketguncha, aka bir maylargacha. Go'sht tortilib qolsa, xudo xolasa. Aha, o'shanda berishadi. Endi baqa kelib olishimizdan maqsadimiz shu bizning Musoxon aslida shunaqa holatda ham mol boshlab olsa bo'laveradi. Akalar. Beshatga qilmay turib. Hop. Orsiq asfalt qilmay turib boshlab olsa bo'laveradi. Yo'q, men как положено o'taman. Shu ijarakorni qanaqangi boqish tavsiya qilib shuni o'taman. Degan odam bo'lsa, beshatga olib tayinlanaveradi. Aha. Yo'q, men hozir mablag'im bitta nimaroq. Eski holatga pul sarflab qo'yganman, oxirim bor. Buna holatda. Baholim bor, yoki puxim bor. Shu ham bor degan odamlarga mana shu holatda ham boqsa bo'laradi. Musoxon mana hozir bularga soat necha bo'ldi? Soat 2:30 bo'ldi. 2:30 bo'ldi. Bular yotuvdi. 2:30 yotuvdi. Uni mollar ichkari deydi. Ichkari. Ha, ular olib keladi. Chaqirish uchun bitta yem beriladi, keyin bular turib ketdi. Bular ko'p molchi bitta esa hamcha g'alati ovoz ketar ekan, gusur bo'lib, aka. Mehribonlar ular yedini, bular yemay qoladimi, qarab qoladimi deb berib ketdi. Lekin kim ahli yedi? Bularni qonini qarang mana Musoxon. Bular necha kilodan yeydi aka? Mana hop. Menimcha 2 kilo yo 3 kilo yedi bir kunda. Ha, 1,5 kilodan talab qilish qo'lin, ha? Shunaqa. Bunaqa yedi. Xudo xolasa bo'laveradi. Ana katta buqalarni ham ko'rsataylik aka. Ot bor ekan, ha? Otamiz bor. Aka, bular rossiyskiy parodanmi, netdan bag'i, shveddan bag'i, nima deysiz? Sonni piyostri. Mana shu o'zlar mollarni bilasiz. Oyog'i uzun bo'lar ekan, ha bu mollar. Aka, go'shtlar, masalan, go'shtlar bo'lmaydi ekan, ha bu. Bo'ladi bu. Juda naqa ekan. Piyostri ham o'satda yetarli. Ma'lum bir nimaga. Keyin to'xtab turib semirar ekanda, bo'lmasa mana shu bosh yaxshi to'g'izib batson bilan boqsiz ber yapara bo'ladi. Prosta o'sib ketgan hisobni to'ldirish qiyin bo'lib qoladi. Bosh to'ldirib bo'lsiz ishib ketaveradi bu ham. To'g'ri aka. To'g'ri. Bu ham o'sha paroda bu ham, ha? Bu ham xuddi piyostri. Suvda вообще charkana aka, suvda mollari juda. Bardaga o'rganib qolganda. Aha. Bular bunaqa suv turmasa, bular ovqat unchalik yeyolmaydi, to'g'ri. Ularni isdan chiqarish uchun vaqt ketadi. Shunaqangi aka. Chiqarish ham muammo emas-ku. Suvni ish qilish kerak. Boshlanmagan sharoit. Sen eski holatda sizdan bor? Ha, eski holatda tursin do'stim dedim. Faqat buni ijarakorni berib boshlaydi, o'rtog'ini. Mana Xudoga shukr, boshlatib oldim. O'zimiz safga qo'shib oldik. Safga ketishyapti, Xudo xolasa aka. Natijalarimiz yomonda, Musoxon. Bular-chi aka, bular ham shu mesni ekan, bular, ha? Mesni, ha, bular mesni. Bular mesni olingan ekan. Bular Namangandan kelgan bular. Ha, bular Namangandan kelgan endi. Zot har xilda, mana. Bizga tatishgan. Ha. Buni ashirisi deydi. Ha. Tatishgan. Ashi ham zo'r mol bular. Aka, ikkalasi bor-ku. Juda boshqacha. Ham zot tolasini zo'r sut beradi. Bular buni ham haliga nima ham Eston desa ham bular o'xshab ketadi. Estonda qizg'ish bilan. Qizg'ish, ha. Endi haliga hozir nimalar Jerslar kelyapti, Jers bas. Jersda endi kirib kelyapti. Shu qanaqangi zot aka? Men rosa nima qildim? Sutini bilmayapman, qanchaligini. Sutini zo'r berar ekan aka. Sutni ham, go'shtini ham hamma yo'g'iga zo'r ekan aka. Zo'r. Eng qizig'i kasallikka chidamli ekan. Suti jimnisiz zo'r ekan.
O'shani aytaman-da. ekan yernisi. Yo'q-a? 6 gacha ekan. Ha. Endi semental uzun yo'liga. Ha. 60 million, 65 million, 70 million deb olyapti sementalni. Shunaqangi aka. Ha, 25 milliondan nima bor ekan? Jirs bor ekan. Undan ha? Shunda qo'yasiz bo'g'oz bo'ladi. 3 ta olgan yaxshi undan. 75 ga to'g'rimi? Novvoqcha qo'shib berasiz. 9 oy. 9 oyda 500 mingdan yesa 4,5 million qo'shiladi. Mayli 5 million qo'shilsin. 5 million. 25-75 ga tushadi sizga. Endi ag'i olgan joyingizga bog'liq. Uni ota-onasi zo'r bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Yaxshi ketadi. Ota-onasi yaxshi bo'lmasa, kamroq sut beradi. Ha, aytaylik foyda qilasiz-ku. O'rta rekord darajada emas, o'rtalik bo'ladi-da. Endi yaxshilari ham 30 ga yaqinroq. Ota-onasi zo'r. Ota-onasi sut yaxshi bergan, qadayt qilmagan zot bo'lsa zo'r. Endi puli ham zo'rda, jiddiy. Ha, shunaqa. Endi hamma molni ham maqtoladi. Tayini yaxshi bo'lish kerak, uka. Ha, shunaqa aka. Mana musaho. Xo'p. Do'stim quloqlo saqlaydilar, tayiga sepadilar, kechib yotishdi. Qarab aka. Ha, qo'y ham boqardilar, hozir endi qo'yni jiddiy joylarini otga band qilib qo'yishibdi. Xudo xolasa qo'yni ham harakatlashayapti, qo'yni ham forumlariga o'tamiz. Xudo xolasa. Xo'p, bitta shu mollar xolos aka. Shu mollar. Unus fermadan ham syomka qilamiz, obunachilarimiz bugun haftani chorshanba kuni, payshanba, juma, shanba dog'lish qilib qo'yib chiqaramiz. Etap-metap chiqaramiz aka, xudo xolasa. Hozir borgan joyimiz. Aha. Ideal to'g'rimda hammasini funksiyasini to'g'ri qiladilar. Aha, joy-joyda berishamiz? Zot. Zot. Ha, ikkinchi video bo'ladi. Bu birinchi video. Nomeringizni qo'yib qo'yaman. Ideal ko'rim yemlardan kerak bo'lsa, e'lon qilishaveradi aka. Nima deysiz? Qolgan ma'lumotni ham beraverasiz o'zingiz. Ha, qo'ldan kelgancha beramiz. Yechilmagan muammolar, yechilmagan savollarga javobni ustozlardan olib beramiz. Qo'ldan kelgancha. Lekin undan keyin telefonimiz qabul qilinmaydi. Ha, kechqurun undan keyin. Yo'q, to'g'ri aka, to'g'ri aka. Bizdan charchoq qilaymiz. Lekin qolgan payt qo'ldan kelgancha vaqtimizga qarab bo'laveradi aka. Nima aytdi? Otimiz bor ekan, Musaxo. Otimiz. Yangi mehmon. Otda aka anchadan beri ko'rmaganim uchun, haligi nima deydi? Katta. Ot bilan kontakt qilganmanda bu erkaklar ekan. Erkalanyapti, qani? Gaplash va tilini bilib deganda aka. Ha, yo'q-a? Yaxshi ot bo'lsa ham beramiz. Ha, yaxshi ot. Bu miniladigan aka? Ha, bu uloqchi ot. Uloqchisidan, ha? Uloqchi ot bo'lsa, uloqchi ot. Ha. Bu aka arzon ot emasdir. Yaxshi, sifati yaxshi ekan. Do'stim hozir ish qilyaptilar. Uni arpalaydi ekan akalar mana. Arpani zo'ridan. Xudoxolasa. Oxiri ham juda baland bo'lar ekan aka. Ot o'zi baland bo'lganini hisobiga. Shunaqa ot, bitta baland bo'ladi. Bo'ldi. Xo'p, xudo xolasa ana videolar oldik Obid aka va obunachilarimizga qanchadir ma'lumotlar bergandirmiz. Sizga telefon qilib olib ketsa, misolcha aka qarang. Bir qop, ikki qop bilan hali nima bitta ikkita mol boqadiganlar o'z yo'liga tushib oladi. Necha mana misolcha halinda 1,5 yil dedingiz siz. 1,5 yil oldin olishgan dedingiz. 1,5 yilda siz men ishonaman 3 marta aylantirasiz molni. 6 oyda. Haligi kichkina ikkita olganim bor-ku. Aha. Shuna vaqt boqaman aka. Yo'q, 1,5 yil. Ha. Nimada buni boqqizma bari 50 kilo 60 kilo semiradida. Aha. U olganingizda 100 kilo bo'ladi. Endi qarang, 1 yilda 12 oy bo'lsa, 600 kilo bo'ladimi? Aha, shunaqangi. Hop, 1,5 yilda qancha bo'ladi aka? 900 kilo bo'ladi, ha. Baribir boradi. Boradi aka. Mayda mol shunaqada endi. Men endi kattasini olyapman, tish chiqqanini olyapman. Ha. U faqat semiradi u. Semiradi. U bo'lib ketmaydi. Tezda semirib qo'ya qoladi. Ha. Lekin biz ham o'sha kichkinasidan olyapmiz. Ikkita qo'shyapmiz, xudo xolasa. Nech pulligini tavsiya berasiz hozirgi kunda? Yo'q, men o'zim mana bugun ham bozorga borib 22 million, 20 milliondan olib keldik. 20 tepasida olishaversin, ha? Shunaqa, ha, 20 tepasida. Imkoniyati borlar, imkoniyati kamroqlar bir 14-15 millionligini ham boqsa bo'ladi. Hozir yaxshi mol beryapti-da, hali ko'chat, misol uchun, ammo ular bitta tomoni bor. 6 oy boqmaysiz. 1 yilda vashsiz o'rnovasi bo'ladi. O'ta o'rnovasi bo'ladi. Ha, shunaqangi aka. Kimdir, hali mablag'im yo'q, bittadan boshlayman, kichikroqni olay deyish mumkin. Hamma o'zidan kelib chiqishni qiladi. Shunaqangi aka. Hamma o'zidan kelib chiqishni qiladi, Mustafa. Ha. Mana shu holatda
odamlar uchun tavsiya qilyapmiz. Mana shu holatda boshlash uchun doimiyga emas. Doimiyga emas. Ha, doimiyga emas. Boshlab olinadi, mana shu yerdan bir kovshikdan berib natijani ko'rishadi. Ikki kovshikka chiqarishadi, itab-metab, aniq o'rgatamiz. Aha. Natijani ko'rishadi. Keyin ishonch hosil qilganlaridan keyin mishalga olib hamma narsani o'zlari telefon qilishadi. Ag'ini. Ha, ag'iga. Ha, ag'ini o'zlari telefon qilib, aka zo'r o'zgardi. Ag'ini nima qilaydi ag'ini? Yana ham udar semirgan bo'lishi nima qilaydi? Telefon qilishadi. Ha, o'zlari davolasa aka. Biz endi qo'ldan kelgancha do'stimni ham peymalarga iltimos qilib keldik. Do'stlar yo'ldilar, Xudoga shukr. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Siz mana vaqtida ajratib keldik. Ha, xudo xolasa. Obunachimiz uchun-da hammasi. Ajratib keldik. Ha, aka shunaqangi. Obunachilar uchun. Ha, obunachilar. Ammo negativlar uchun emas. Obunachilar uchun. Endi u akalarimiz o'zlari bilishadi. Aka, mana mol boqishni boshlayman, xudo xolasa. Shundan beri boshlayman aka, xudo xolasa. Do'stim kelishdan bitta olib qo'ying. Do'stim kelishdan bitta olib qo'ying. Shart do'stimiz. Bismillahirrohmanirrohim. Aha. Bo'ldi. Hammaga rahmat. Hozir 1 minut. Buni onasi buzovdi. Onasi qaysi biri? Men eslolmadim. Bunimidi onasi? Buni onasi. O, buzovchi onasi. Ash ola. Aha. Bu haligi ola g'onaji olingandi. Esingizda bo'lsa bana turardi. Mana shuni balasi. Shuni balasi shu. Balasi dasmi, to'g'rimi? Olani balasi. Ha, qora balasi dasmi. Bo'lmadi, to'g'ri eslabman. Buni qora bilan hali ikkita ola Aha. qizilish, bu qora balasi. Aha. Aytdimki, haligi sutdan ichganmiz bu mollar taniymiz deb. Prosta mana shu testasiligini hali hayot ketib qoldi. Hali qora emib turadi-ku. Ha, qorani. U o'zini onasi. Ha, o'zi ikkalasi yana bala ekanda, bo'lmasam, ha? Olani o'zi, buni balasi. Qaysi buni balasi? Buni balasi. Ha, hali novcha bor-ku, buni balasi. Aha. Mana shuni balasi, novcha. Ha, ha. O'zida xo'jayin. Ha, uniki. Ha, shuni balasi. Ha, shuni balasi bo'ladi. Zo'r Zo'r bo'pti. bo'libdi. Gigantdan uni. Ha, yo'g'i. Ha, rasm tashlab beramiz. Aha. Qog'ozlar bo'lsa. Bo'lsa tashlab beriladi. Rasmlarga tushiribdi bizda. O'zimiz tushganmiz esdalikka. Mana shu boqish rejimini ham nima qildik? Ko'rsatdik. Qolgan ma'lumotni o'zingizdan olishadi. Ha, dastlabki qilib chiqartirib olaverasiz yemdan. Yo'q, dastlabkani Musaxon moshta berishimiz mumkin. Yo'q, o'sha moshta topib berasiz-a? Berishimiz mumkin, lekin dastlabkani nimasi yo'q. Necha pul qilib beryapsiz hozirgi kunda? 40 kiloli ideal ko'rimda? Hop, Novostga 230 ming bo'lyapti. Xuddi 235 ming. Sigirniki 245 ming. 245 ming. Metallar oshib qolganda, metal yo'qligini hisoblaydi. Ha, metallar ochilsa tushadi. Ozozda, xudo xolasa. 5000 qaytaveradi. Xudo xolasa. Ha, ha. Bo'ldi. Avvalo, yemni reklamasi bas, akalar. Xo'p, Bu yerda faqat natija. natija. Ha. Aha. Men ham chorvachiman. Uyizam. Yem purish basman. Ha, Chorvachiman. etiketkingiz ham yaxshi. Haligi yemini maqtayapti degan gap bo'ladi aka. Prosta natija ko'ryapmiz, akalar. Tavsiya. Aha. Tavsiya. Tavsiya. 10 ta molingiz bo'lsa, bitta molingizni sinab ko'ring. Ha, qiziqishga. Ha. Aha. Keyin shunga qarab ketaveradi. Qarab, ani o'zlari gaz bosib oladi. Ha, ha. Ruchni tortib, Ruchni tortib, gaz bosaveradi. hayot bag'da ekani bor. Ha. Hammaga rahmat akalar. Salomat. Salomat bo'linglar.